Abu Bakr Siddiq. U kishi imomlikka o'tib namoz o'qir ekan, Qur'on o'qib, Qur'onni eshitib tilovatini o'zi o'qib to'xtab qolardi yig'isidan, o'qiy olmaganligidan. Ular yig'lagan hollarida yuzlari bilan yiqilurlar va Qur'on ularning xokisorliklarini ziyoda qiladi. Qur'onni eshitganda qalbi yumshaydi inson. Kibridan tushadi. Siqilib turgan bo'lsa ko'ngli ko'tariladi. Xursand bo'lib ketgan bo'lsa joyiga tushib qoladi. Qur'on insonning qalbini tarbiyalaydi. Umar ibn Abdulaziz imomga o'taradi, Qur'on o'qib to'xtab qoladi, namozini davom eta olmas. Tunlarning birida mo'lug' inson shunday yig'ladiki, atrofdagilar uni ko'rib yig'lashdi. Tonggacha yig'ladi. Ayoli so'radi: "Nima yig'laysiz?" Umar ibn Abdulaziz aytdi: "Alloh taoloni fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir oyatini o'qidim." Nima degani bu? Bir guruh odamlar jannatda bo'ladi, bir guruh odamlar do'zaxda bo'ladi. Qaysinisida ekanligimni bilmasdan yig'layapman. Xulofoi Roshidlarning 5-si deyiladigan kishi mana shunday qo'rqib yig'lagan.